Nimelerge könmeydi insan, yüreğide yansa muhabbet. Baxtimizde sözleydi aman, qara cinem biz düşken sürer. Taşlasan kadem, çin muhabbet akidem bilen, dilxonamga taşlasan kadem. Söndürme hiç kimge canım, mening uchun yongan dilimni, bu taqdirning sinoqlaridan tang o'tayli bergin kolumni. Söndürme hiç kimge gülüm, mening uchun yongan dilimni, bu taqdirimin sinoqlaridan tang o'tayli bergin qo'limni. Taşlasan kadem, çin muhabbet akidem bilen, dilxonamga taşlasan kadem. Çin muhabbet akidem bilen, dilxonamga taşlasan kadem, dilxonamga taşlasan kadem. Kim o? Nemi maqsadda mushtaq gaplarni tarqitadigandu? Bunda apqashd ushaq tushak, ig'vo so'zlar. Osmon bilan Salih o'xshash odamlardan chiqdi danga. Osmon demsiz? Ha. Ildar degan lumlum bog'i adash. Bu vaqtida eskilattiga yo'gab ko'chiq tashib etilgan bir asorat ekan, degan adash. Bunu tashlab qo'yib ketgan onasi yiqindi qaytib kelib, ma Shavkat degan kitob xolchisining yaxshidan ilib, ma baldisin nima qilva balamni qayta debdi-ki. Zo'raxon degan cho'lpon attiring dekayniga tushib, u dunyo ketib qoldi, tasqabdi emasma. Ma Osmon bilan etishmanglar, ha? Etishmanglar desam gapimni anglamagan-da. Mana oxiri nim bo'ldi? Chavuz chiqilib, nasbisib Nana degan aldamchining ishongan tog'lari bor, kun bo'ldi. Nadiraga qopqimni ochmabdi mendanga. Nemishkim shunday qilgandimi? O'lmakni ustiga tepmakdeb, bichara kelinim qancha azoblangandi. Undaq gaplarni anglasa, haqiqiy ahvoldan xabarsiz bo'lgan har qanday qiynaning o'g'iz qaynaydi aytindi. Siz Nadira bilan ko'rishib paranglashib qo'ysangiz, araliqdagi tushunmasliklar texidim aydinlashidi. Keliningizning ko'nglim yo'rib qoldi aytindi. Bo'ladi. Sizning bu gaplaringizni anglab, ko'nglimdagi g'ashlar tarqab ketdi. Men Eldar bilan Nadiraga abiyam sizga deb bergan maxfiyatlikni hech kimga tinmaslik to'g'risi va'da bergan. Siz Eldarni tuqqan o'z opisi bo'lg'achqa, eqib shuganmish gaplarni anglasangiz, ko'nglingizga shak tushib qolmasin deb shu niyatda sizga dedim. Shunga bu gaplar mishadi qasinjimo aytindi. Xotirjam bo'ling. Siz menga ishonganingizga rahmat. Chuqum siz degandek bo'ladi.
Canım kızım. Siz İldar'ını çın dilinizden yaxşı göremsiz. Yaxşı görmsən. Onun bilan uy tutapdım, Ayda apa. Bundaq desem, konunuza kelmesin. Ben sizden gumanını bundaq sorğunum emas. Bir ailede yaşab, bir-birizga ko'ngil bermaydigan arayollar bor. Men bu yerga kelganda sizning aqlingizdan ba'zan bir gaplarni anglagandim. Biroq men o gaplarga ishonmadim. Sizga qarasam, bir chiroyli, adabli qizgansiz. Eldarmi sizni shuncha yaxshi ko'rdi ekan. Aytılınınki umaqlığını dememsiz dahi. Sizlarga qarab, bakmi suyundim. Senin muşundaq baxtli turmuşunlarga göz tegmesin. Men burun tecrübesizlikimden bazı agir to'qay yo'llarni bosgan Ayda apa. Lekin men Osman qarchaplagandek undaq adabsiz qiz emas. Bo'ldi qiling qizim, bo'ldi qiling. O ko'ngilsiz ishlarni tilingizga ilib, o'zingizni azoblamang. Sizlarning beshinglardan o'tgan o ko'ngilsiz ishlardan men xabardor. Amaliy ahvol men anglagandek emaskan. Shuning bilan xotirjam bo'ldim. Siz bizdan ansirmang Ayda apa. Men kichik bo'lganim bilan beshimdan jiq ish o'tdi. Arzuyum Ildar bilan qizimning oldidan obdan xabar elish. Ularni xotirjam, xo'shal qilish. Açıq təcrübə savaqlar kimdə yox deysiz. Bəzən çağlarda yigitlərə qarğanda qızlarının yığısı, dət ələmi cıq deb oylayman. Şunsi qızlarının aqıdan asanla bir gap sözlər tarqıldı. Hər kim qısa özüge qılıdı. Ay. Ha, geldim ha. Çıksın. Ha, şiko çıkarım. Oturun. Qani, çay için. Siz Osman bulsuzgu deymi? Siz İldar'la Nadire'ni mi tanıyorsunuz? Şundak mı? Şundak. Ularninki Aytulun isimli bir balası var ekanligini mi çokum bilesiz? Bunu bilmeyken mi? Ay Osman. Yalgan gap qilmang. Siz bək bilesiz. Bu dünyada özünün balasını bilmeydiğen dadı yok. Siz meni so'rab atamsiz. Siz hadi kim? Ben sizni so'roq qilmadim. Siz bilan chiroyli so'zlashyapman. Anglasam, siz tijoratchi ekansiz. Men tijoratchi. Ikkimizning kasbi o'xshashga. Sodada
yalğançılıq axmaydığını bildiğansız. Doğru mu ya? Doğru. Malik'ten anlasam, siz import mahsulatıga qiziqid ekansiz. Bizning şirketimizle hamkorlashman desangiz, cho'qim başta bizning ishonchimizga erishishimiz kerak. Shundaqmi? Albatta. Undaq bo'lsa, gapimni anglang Osman. Ildarning balasi bilan hech qanday qandoshlik munosabatingiz yo'qligini hammamiz bilamiz. Amili ahvol mushundaq tug'anda, siz nimishki Nadiraga tuhmat chaplaysiz? Töhmetni men chaplamadim edi. Nana chaplayapti. Qaysi tuhmatni deysiz? O hamma ishni menga deb, o'zini farishtadek ko'rsatib. Şunlaşqa, siz ularning balasini mendan bo'lgan deb gap tarqitib o'ch oldingizdan, ha? Shundaq. Haqiqatan shunday qildim. Men ana bilan nihoyat go'zal kunlarni birga o'tkazdim. Uni nihoyat yaxshi ko'rdim. Uning menga akilashlardan menimi pek yaxshi ko'rdi deb o'ylaydim. O chaqlarda o'zimni nihoyat baxtli bir er hisoblaydim. Nana siz bir kunimni xo'shab o'tmaydi. O kunlarda nihoyat rozi. Keyin qanday bo'ldi? U mendan yuz o'rdi. Sizmi bilsiz deyman. Tuhmat chaplab o'chilish axloqsizlik ekanligini, u og'ir oqibat paydo qilsa, jinoyatga o'zgaradiganligini bildigansiz. Bu ishlar bilan mening nimkorim deysiz. Men faqat o'zimning qo'soq ko'pigini bo'shitib olsam bo'ldi. Menga o'xshash bunday qilatqilar jamiyat ko'p-ku. Ular kulib, bir xiyol yo'q, nihoyat yaxshi yashayapti. Siz degan iliq axloq ularni nima ish qila oldi? Men sizga desam, xonim, siz eng yaxshisi haqni ishiga aralashmay, o'zingizning tijorati bilan bo'lsangiz qanday? Bo'lmasa, o'zingiz ish deb bo'lmang yana. Endi siz menga qo'rqoq savodamsiz? Qo'rqoqni men samadim. Siz savodsiz. Yili axloq, yili qonun deb. Xuddi siz hozir bir sudchi, men bir jinoyatchidek. O'zingizning kim bilan paranglashayotganligingizni unutib qolmang, xonim. Men jinoyatchi emas. Uqdingizmi? Men sizning jinoyatchi deganim yo'q. Siz meni so'roqda dodido deganingizmi to'g'ri bo'lmadi. Men siz bilan kasbdosh o'rinda chiroyli so'zlashyapman. Maqsadim tuhmat chaplash og'ir oqibat keltirganini samingizga silish. Shu unda qilsang axloqsizlik bo'ldi. Bunda qilsang jinoyat bo'ldi deb qo'rqoq saytibsiz-da edi. Undaq demang Osman. Tushunsangiz, bu sizga bo'lgan yordam. Hammamiz axloq bilan qonunning sizgidan atlab o'tib ketolmaymiz. Axloq bilan qonunning tarosiga solganda so'z harakatimizning to'g'ri xatoligini farqlantirgili. Ziyonli so'z harakatini cheklagili bo'ladi Osman. Onun dopisini bunun dopisini uningga keygizib, haqni ko'ldirilib tijorat qilib pul tepayotganlarmi ko'p bu jamiyatimizda. Ularmi o'lab qolgani yo'q. Yo'q Osman. Jinim fikam, har qanday ishninki vaqti soati cheki bo'ladi. Qarang ukam, kechkishmish Po'latga o'xshash boyvachilni taklif qilmang. Bizga o'xshash namrat kambag'allarni taklif qilsangiz bo'lmanda.
Samatga o'tgandila taxi gov direktorga meni ishkirga bir haqsiz hayotga o'rlashtirib qo'ysangiz deb yelinayotgandim. Bugun endi izzat tatmay aytang yenilgil tudingmi? Ha? Bunda jiningni qiynig'icha Samatga berib yangimizga yelinsang bo'lmamdi. Ey, bu yenganga yelinsam yana xotinni qo'qitga dedigan saksan. Ya. Herkes undaq demaymiz. Agar yengam berib kelgudek bu iqtisodni biladigan bo'lsa, bo'ldi. İşte buningdan keyin bu xotinni qo'rqmaydiganlarning tizimligini ham cho'qishga yetib qo'yamiz. Agar unda qila olsangiz, qarang. Bütün xalq olamiga borgu. Samatgammi xotinni qo'rqita oladi ekan deb bütün to'rga ashu ushur yo'llayapti. Ay, Samatga. Sizni bular bek bozak edi ekan. Biroq siz qat'iy bozak bo'lmoqchimi? Men sizni-chi birinchi yil taklif qilaman. Rahmat. Aytan edi, herkes undaq demang. Bu odam undaq desangiz, har oyda bir qatim apreng deb turib oldi deyman. Mayli. Bardigan ish bo'lsa, cho'qim dachiga o'g'irlashtirman. Sizlardek xushchaqchaq akla bizga tavarik tanglar. Yo. Undaq dachining gapini anglasa, yengemdan bu voz kechidi qachon bu odam, ha? Ey, undaq dachi var-ku, yengangni bilib ma'lum. Bo'ldi qil Samatga. O'zlarining yukimi yetib asha. Voy o'tir yengamni mabrim deydi ama. Ey, xatirini jam qil. Yukning yerimini yengang ko'tardi. O, mana. İş taqsimoti aniq degan aka. Xarajat taqsimoti edi. Qaltis omadlik odamjimi va qaltis omadi odam. Qaranglar, mana bunda sexiya direktor aytamga uchirg'ini qaramaydi degan sada. Üzeng'o oylab yillab bir qatim holimni so'rab qo'ymaysan. Ha. Anvar sana taklif qo'yganda beshing aylantamsan ha? Bundaq ziyonni ko'zi bu odamning beshi aylanda. Xuddi Oyshar Yershar aylanadi. Xuddi Samatga nab chiqadigan yanimda aylangan deydanlar. Qani ağaç o'tirlar menlar, ağaç o'tirlar. Ya, gap bilan bo'lib turishmayapsizlar, qani. Fikrim, o qandaroq yiliq chiroyli biliqqa qamoqni tashlab baqqansa, Eg'izicha tez keldi taga. Lekin ko'ziga tikilib qarab turgandim, pissangni kelib qo'ydi-ku. yaraysa, fikrim yaraysa. Qizlarni keltirishning tunji qadamiga qalbilik qadam tashlabsan. O qiz olmagan bir navri tuqqan akisining tuqqan opsidamdu ish qilib nemiskin bir kapdi. U bir cho'ng shirkatning bosh direktori deydi-ku. Uningdan xabarim bor. O xotinning shirkatiga men qamoq tashlab baqay degandim. Xuddi sen yiliq chiroyli biliqqa qamoq tashlagandek. Ay taga, o ayol taniydigan o'xshamamsiz. Tunishmagan bilan tunishqili bo'ldi, fikrim. Pamin bo'lsa, tutuq bermayman deb shilton atgan biliqlarni to'g'ri tushira olaysan. Bu dunyoda hilimikri bilan yashamasan, boshqa odamdan to'g'ri chiqib qolsa, fikrim. Shu go'zal qizni qanday ilmiy kirkansimi, qo'lga tushirib olsam bo'ldi dedi taga. Bu to'mochiqni qo'lon ko'ndiray desang, oliyjanob qiyofatga kirib olsan. Senga sal yaqinlashsa, qo'ldan kapni qilib tutib qo'yib bermaysan. Issiq o'tishib qolsa, fikrim. Qiz o'g'il o'tirsidiki, boylik, gadaylik degan o'zligidan yo'qolib ketadi. Mush bosqichdan qalbilik besib o'tib ketib qolsang, oltin biliq degan seninki. Canım balam. Ranjidim bu apa. Ayta apamni quchoqlabsiz olsam, ko'nglim qanchalik yerim bo'lganda. Neymiş ki bunda gitlen kız balam. O seni balam deb bağırga besişqa. 20 neçe yıl zar bol ketdi. Balının derdini tatib, shuncha azab ichida yashapdi.
bunday yalğızçılıkta yaşamak fakat azan emas bolam. Fakat azan. Sen bana muşlarını digeşki yürüküm illedi apa. Sen bekme ah kömür. Kömür bekme yumuşak. Doktorxonada Aytenning gapini anlab seni unutdan qizg'andim. Sendan ayrilib qolaman. Bek əsirdim balam.